Assalomu alaykum hammaga. Bizga kuzatib boruvchi obunachilarimiz, juda ham ko'p obunachilarimiz Surxondaryo Termiz shahriga qachon kelasiz degan ekan. May oyini 23, 24, 25 sanasida boramiz, xudo xolasa. O'tgan safarda kimdir spiska qilsa qilib beramiz. Hozir akamizga ham 10x barda primercha kojalargacha o'rnatib berganmiz, kojalarni qilib berdik. 10x barimiz juda ham zo'r holatda. Qo'ydirganlar biladi buni, komfort juda ham yaxshi. Narxini ham keltirib chiqib beryapmiz. Cruise control tizimimiz aksiyaga qo'yilgan. 390 ming so'm hamma narsasi ishlaydi. Multimedia, cruise control hammasi ishlaydi. Narx bo'yicha Telegramga yozsalaringiz bemalol tashib beramiz. Hammasi ideal ko'ngillaydi. Mexanika qismlari ham ishlaydi. Buni printerlari yonadi. Full tartibda uстановка bo'lgan, hech qanaqa zazor degan narsa yo'q. Spiska qildiraverasizlar bemalol. Nima kerak bo'lsa, pastga numar qoldirib qo'yaman. Aloqaga chiqaverasizlar bo'ladi. Videoni maksimal tarqatib yuborasiz. E'tibor uchun hammaga rahmat.